radiator sotayotgan edi, hozir qaysi do'konga borsanglar hammasi 10 yil garantiya beradi. Sifati zo'r, og'irligi zo'r deydi. Og'irligini biz ko'rsatib bo'ldik. Taroziga ko'rsatib, va shuni orttirib ko'rsatdik. Endi yana bitta asosiy momenti bor. Odatda shu radiatorlar uyga borganda suv qatlamdir qo'yib yuborsa, braki chiqib qolsa, ana o'sha yerdagina shu do'konchi bilan mijoz orasidagi munosabatlar boshlanadi ana o'sha joyda. Kreativ shu Termatech zavodida chiqayotgan Thermalux kreativ radiatorlarni, ularning bitta zo'r sharti bor. 10 yil kafolatidan tashqari, sifatidan tashqari, shu Rossiyada, Italiyada yoki Turkiyada ishlab chiqaradigan hamma radiatorlar bir xil o'sha Lias kompaniyasida stanoklarda ishlab chiqaradi. Stali 1.15 qalinligi. Lekin bular kafolatlardan tashqari hamma radiatorlar o'zi zavoddan chiqayotganda tekshirib chiqariladi garantiya bo'yicha. Lekin bular buzilib qolish, ya'ni defekti mana shunaqa paletlarda 15 talab kelayotganda eng tegdigini shu svarkali joyidan shofidan ketib qolishi mumkin. Ya'ni transportirovkali braki, undan tashqari skladga tushirayotganda brak bo'lib qolishi mumkin yoki shu skladdan sizlarning uylarga borayotganda brak bo'lib qolishi mumkin. Termatech zavodi shu brakni o'zini bo'yniga oldi. Nobog'da yana bitta eng katta plyusi do'konchilar uchun aytib qo'ying. Shu ustani borib almashtirib berish ish haqini ham zavod o'zini bo'yniga oladi. Qayerda bor bunaqa? Pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Toshkent shahri bo'yicha Jomida mana shu skladimiz bor. Mana shu raqamda butun respublika bo'yicha bu raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. Obuna bo'lib ko'ringlar, bundan ko'p foydali ma'lumotlar beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.